Hammaga salom. Ketayotganingizmi Koreya maktabiga soat ertalab 6. Avval darsimni qoldim. Keyin choy tayyorlab ichgandim, lekin video olish esimdan chiqdi. Keyin meykapga o'tib ketdim. Chunki bugun yaxshilab tayyorlanishim kerak. Oxirgi kun cho'ropshik 3-sinfga o'taman o'rta maktabda. Oxirgi sinfga ko'tarilaman. Sinflar o'zgarib ketadi. Sinflar o'zgarishi haqida tushunmoqchi bo'lsangiz, profilimda video boshida ko'rsangiz bo'ladi. Soat 10 gacha bo'ladi. Shundan tugaydi. 2 oy dam olish beriladi. Bu meni formam. Yubkasi ham bor buni. Bugun majburan kiyishim kerak, shunaqa sovuqda ham. Lekin boshqa kunlar faqat burib kiyardim. Bugun oxirgi kunlik uchun so'z juda tayyorladilar. Kiyib kelinglar deb. Men tayyor. Meni sochim g'alati bo'lib qolgan. Yoqmadi menga. Bu bizni uyimizda oldi. Va bu meni maktabim. O'rta maktab. Va bu Koreya maktabi. Og'zimga e'tibor qilmaysizlar, burnim bitib qolgan. Endi oyoq kiyimni almashtirishimiz kerak. Bu meni sinfim, yangidan o'ban, 2-sinf, 5-guruh. Sinflar juda toza deyishlari mumkin, chunki katta yig'ishtirish qildik kecha, cho'ngso qildik. Hamma joy tartib, bu yer koridor, mani shkafim. Hech nima yo'q, chunki biz o'zi ketamiz, bugun oxirgi kun-ku. Va rahbarimizga tort oldik. Shu bilan ko'nglimga yana aksesoriyaga bordik. Salom, serquyoshlar aytdik, shu bilan ketdim uyga, chunki video olishga qo'ymadi. Hammaga xayr.